Bir qiziq voqea Leonid Gaydayga navbatdagi durdona asarni suratga olish joyini tanlashga yordam beradi. Gazetani varaqlar ekan, rejissyor oshiq yigit sevgilisini uyidan qanday o'g'irlab ketgani haqidagi maqolaga ko'zi tushadi. Bunday etnik xususiyatlar Gaydayga real voqealarga asoslangan sarguzasht film suratga olish uchun ajoyib g'oya berdi. Qolaversa, muallif g'oyasiga ko'ra film ikki qismdan iborat bo'lishi kerak edi. Birinchisi hammamiz yaxshi biladigan qism, ikkinchisi esa tomoshabinlarga Kavkaz tog'larida g'aroyib maxluqni topmoqchi bo'lgan ekspeditsiya haqida hikoya qiladi. Uni qor odam deb atash mumkin edi, ammo bu amalga oshmaydi. Rahbariyat faqat birinchi qismni ma'qullaydi. Kavkaz asirasi qayerda suratga olingan? Yoz 1966-yil. Kavkaz asirasi suratga olingan kurort shahar, Qrim qirg'og'ida joylashgan Alushta shahri. O'shandan beri bu yer sayyohlar uchun haqiqiy diqqatga sazovor joyga aylandi. Chunki bu yerda afsonaviy film suratga olingan, ammo filmning ko'plab kadrlari Mosfilm pavilyonlarida olinadi. Nina va Shurikning ilk uchrashuvi Bog'chasaroy viloyati Kuybushevo qishloqlari orasidagi yo'lda bo'ladi. Aytgancha, kadrda Lucy laqabli eshakni ham ko'rish mumkin. U filmning asosiy detaliga aylangan. O'sha paytda u Simferopol hayvonot bog'ida yashagan. Jonivorning yulduzli onlari Kavkaz asirasi bilan tugamaydi. U keyinchalik 9-rota nomli urush haqidagi filmda ham ishtirok etgan. Leonid Gaydayga Shurikning daryoda oqib ketish sahnasi Qrim tog'lari fonida yoqmaydi. Shuning uchun Krasnodar o'lkasi, Krasnaya Polyana yaqinidagi daryoga borishga qaror qilinadi. Qahramonni Abxaziyada Rita ko'liga boradigan yo'lda o'g'irlab ketishga qaror qilinadi. Ammo afsonaviy uchlik qo'rqoq Dovdir Barzangi karusel yonidagi bochkadan pivo ichadigan va qo'llarni ushlab mashina yo'lini to'sgan joy Qrimning janubiy tomonida joylashgan Radian tog'laridagi qishloq edi. Turistlarni jalb qilish uchun keyinchalik mahalliy aholi kafe, muzey, parki bo'lgan butun boshli Gayday bog'i va qahramonlarga o'xshagan dekoratsiya quradilar. Bir nechta joyda kartondan yasalgan mashhur uchlik maketi bor. 2008-yilda Irkutskda qo'rqoq Dovdir Barzangi va Leonid Gaydayning haykali o'rnatiladi. Chunki rejissyorning bolaligi shu shaharda o'tgan va u shu yerdagi mahalliy teatr maktabini tamomlagan. Kavkaz asirasi filmini suratga olgan uyga sayohat. Nina meva va non yegan kadrni e'tiborga olmaslik mumkin emas. U hamma shaharlardan oldin aprel oyida Moskvada suratga olingan. Yoz kelgach jamoa sayohatga chiqadi. Esingizda bo'lsa, Nina zinapoyadan tog'asining oldiga tushayotganida Saxov bilan tanishadi va u qizdan nikohga munosabatingiz qanday deb so'raydi. Nina zinadan tushgan o'sha joy Qrimdagi Alushta shahri, Krapivniy ko'chasi va Baglikova ko'chasi chorrahasida joylashgan. Beton devor va metal panjaralar asl ko'rinishda saqlab qolingan. Yashil darvoza ham o'shanday. Faqat hozir yog'och emas, temirdan yasalgan. Shu uy ortida yashovchi oila filmning suratga olish tarixi, mahalliy tabiat va madaniyatning go'zalligi bilan qiziquvchi sayyohlarni tez-tez qabul qiladi. Agar bu joyda uzoqroq qolishni istasangiz, bu oila Krapivniy ko'chasida Kavkaz asirasi mehmonxonasini ham ochgan. Dovdir Shurikka yong'oq otgan daraxtni unutib bo'lmaydi. U Alushta shahridan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, shamol qoyalardan g'ayrioddiy shakllarni o'yib ketganligi sababli Arvohlar vodiysi deb ataladi. Shurik Ninani avtobus bekatiga kuzatib borgan va keyin eshakka minib ketgan so'nggi kadr Alupka viloyatidagi Aypetri cho'qqisi yaqinida suratga olingan. Film premyerasi 1967-yil 3-aprelda bo'lib o'tgan va uni 80 milliondan ortiq kino muxlislari tomosha qilgan. Yuqori darajadagi professionallik. Shurik uxlab yotgan qopda daryoga tushib ketgani va Nina uni qutqarishi kerak bo'lgan sahna uchun kaskadyor taklif qilingan, ammo motor deyilgan zahoti kaskadyor cho'ka boshlagan. Qiz filmda suratga tushishi uchun suzishni bilaman deb aldagan edi. Natijada Natalya Varleyning o'zi muzdek suvga sakraydi. Suvdan chiqqan qahramonlarning titrayotgani aktyorlik mahoratidan emas, balki haqiqatdan muzlab qolganlardan edi.
yong'oq daraxti haqida. 100 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, o'sha mashhur yong'oq daraxti yaxshi holatda saqlangan. 1992-yilda ko'chki bo'lib, landshaftga zarar yetgan bo'lsa ham, daraxt shikastlanmagan. Hozirda u kichik panjara bilan o'ralgan va yonida Nikolin yong'og'i degan yozuv bor. Aytgancha, uning yoniga Nina tosh ustida turgan holda ayiqlar haqida qo'shiq kuylagan kadr suratga olingan. Ishtaha ochuvchi sahna. Barzangi Patnisda meva-cheva olib kirganida Nina ularni ishtaha bilan yeyishni boshlagan epizodda ham sirlar bor. Aslida yeguliklar mulyaj bo'lgan. Chunki mazkur kadr erta bahorda Moskvada suratga olingan va bu paytda meva topish qiyin edi. Bundan tashqari, Patnisda bulochka bor edi. Suratga olish paytida non juda eskirib, qotib qoladi. Shunga qaramay, Gayday Varleyni nonini ishtaha bilan yeyishga majbur qiladi. Mana shunaqa qadrdonlar, siz u biz tomosha qilgan filmning qiziqarli voqealari shulardan iborat.